Assalomu alaykum. Biz bugun sizlar bilan oliy ta'lim muassasalari sport klublarini ERP kabinetini ochish va unda faoliyat yuritish, unda guruhlar yaratish, xodimlar lavozimiga qabul qilish, guruh yaratish va guruhga sportchilarni qo'shish bo'yicha video qo'llanmani ko'rsatib o'tamiz. Demak, birinchi navbatda umumiy ma'lumotlar bo'limida foydalanuvchi ma'lumotnomasida xodimlar va sportchilarni qo'shib olishdan boshlaymiz. Birinchi navbatda xodimlar bo'limiga o'tamiz va yaratish tugmasi bor, plyusni bosamiz va yangi xodimni kiritishni boshlaymiz. Hozir biz trenerni kiritishdan boshlaymiz. Demak, trenerning pasport ma'lumotlari yoziladi. Tug'ilgan yili va qidirish tugmasi bosiladi. Qidirganda ekranda shaxsga doir ma'lumotlar chiqadi. Quyiga pastga tushganimizda saqlash belgisi chiqadi. Agar mabodo sizda shu joyda bitta eslatma, saqlash belgisi chiqmasa, saqlash belgisi mana yashil saqlash belgisi chiqmasi degani bu xodim avval ERP sport tizimiga kiritilgan degani. Ya'ni buni siz foydalanuvchi ma'lumotiga saqlanishi shart emas. Ishlatiladigan joyga kelganda davomini tushuntirib ketaman. Saqlash chiqmasa, demak u tizimda bor deb hisoblab tashlab o'tib ketasiz. Demak, buni faylni kopiya qilib qo'yib kerak bo'ladi. Saqlaymiz. Demak, mana birinchi xodimni saqladik. Endi o'quvchini saqlashni ko'ramiz. O'quvchi xuddi shu tartibda yaratish ma'lumotlarni kiritamiz, ya'ni talaba. Pasport bu mana ma'lumotlar chiqdi. Saqlash tugmasi bosadi. Talabada ham xuddi shunaqa. O'quvchi sportchi ham agar ERP sport tizimiga avval kiritilgan bo'lsa, saqlash belgisi chiqmaydi. U talabani saqlashimiz shart emas. Demak, saqlash. Mana ma'lumot bitta xodim o'quvchi saqlab oldi. Demak, bu bo'limni yopamiz. Endi tashkilot sozlamalari. Bo'lim qismiga o'tamiz. Ya'ni bo'lim yaratib olishimiz kerak. Demak, yaratish 01 deb raqam beramiz va tashkilot nomi bilan bo'lim yaratib qo'yamiz bitta. Parent degan joyga birinchi marta qo'yamiz. Ya'ni parent degani yuqori turuvchi. Tashkilot yuqori turuvchi o'zi bo'lgani uchun bunga tegmaymiz. Aktiv holatda saqlaymiz. Saqlab oldik. Endi yana bitta yaratamiz. Endi trenerlar bo'limini yaratamiz. Bunda 02 bo'ladi. Trenerlar. To'liq nomiga yozamiz. Ana endi yuqori turuvchini universitetni tanlab ketamiz. Aktiv saqlash. Demak, bu bo'limda ishimiz tugadi. Endi keyingi navbatda trenerni lavozimga qabul qilib olishimiz kerak. Uning uchun kadrlar AT axborot tizimiga kiramiz. Hujjatlar oynasida tashkilot tuzilmasida xodimlarni ishga qabul qilish va bo'shatish. Birinchi navbatda tashkilot tuzilmasini yaratib olishimiz kerak. Tashkilot tuzilmasi degani, misol uchun universitet klubida kimlar faoliyat yuritadi? Misol uchun klub rahbari, klub rahbar o'rinbosari bo'lishi mumkin, trener bo'lishi mumkin, tibbiyot xodimi yo boshqa personallar bo'lishi mumkin. O'shani, ya'ni shtatkasini kiritib olishimiz kerak, sodda qilib tushuntiradigan bo'lsam. Demak, yaratish belgisini bosamiz. Shtatlar jadvaliga asosan yozib oldikmi? Endi demak, qo'shish qilamiz. Misol uchun mana biz trenerlarni qo'shib olishimiz kerak. Shu trenerlar bo'limini tanladik. Lavozim. Bu joyda trener. Trener deb qidiramiz. Trener chiqdi. Shtat birliklar soni jami nechta deylik? Bizda 2 ta deylik. O'shani ko'rsatib ketishimiz kerak. Saqlash. Saqlaymiz. Hujjat raqami kiritilmagan. Hujjat raqamini kiritdik. Saqlaymiz. Hujjatimiz saqlandi. Endi buni tasdiqlaymiz. Siz o'zingizni shtatga nima lavozimlar bo'lsa, o'shani kiritib olishingiz kerak. Demak, tasdiqladik. Ana endi tasdiqlangan shtatga trenerni ishga qabul qilamiz. Demak, xodimni ishga qabul qilish, yaratish, izoh. Xodimni lavozimga qabul qilish. Demak, qo'shish. Qachondan sanasi? Misol uchun deylik, mana 1-martdan. Gachaga qo'yilmaydi. Mazmunga buyruq raqamini qo'yib ketishimiz mumkin. Bo'lim trenerlar, lavozim trenerlar, xodim. Mana xodim Uralov Sardor
tanladik. Bandlik turi asosiy ish joyi. Demak 6 kun 40 soat saqlash. Saqlaymiz. Saqlaganimizdan so'ng hujjatimizni tasdiqlab qo'yamiz. Mana. Demak, xodimni taqlab, tasdiqlab qo'yib, lavozimga qabul qilib bo'ldik. Bu joyda kadrlar axborot tizimi deb o'z ishimiz tugadi. Endi keyingi ishimiz ta'lim ati, ya'ni bu joyda sport guruhlarini yaratib, guruhga trener biriktiramiz va talaba, ya'ni sportchilarni biriktiramiz. Birinchi hujjat oynasi, birinchi ma'lumotlar oynasiga kiramiz. Sport guruhlari. Birinchi guruh nomini yaratib olishimiz kerak. Buning uchun yaratish tugmasi bosiladi. Sport turi tanlanadi. Misol uchun deylik, biz mana basketbol sport turini tanladik. Mana basketbol sport turini tanladik. Aktiv. Saqlash. Saqlashni bosganimizdan so'ng hujjatlar bo'limiga o'tamiz. Demak, biz hozir bu joyda guruhni yaratib bo'ldik. Endi hujjatlar bo'limiga o'tamiz va yaratish tugmasi bosiladi. Yaratish tugmasi bosganimizda trenerni biriktirishimiz kerak. Mana bosganimizda mana ishga qabul qilingan trenerimiz ma'lumotlari chiqdi. Demak, trenerni qabul qilamiz. Boya yaratgan sport turini tanlaymiz. Misol uchun biz basketbolda guruh yaratdik. Yuqorida yaratgan guruhimiz ushbu oynada chiqdi. Tanlaymiz. Qo'shish tugmasi. Qo'shish tugmasini bosganimizda 3 ta nuqtani bosamiz va boshida foydalanuvchi ma'lumoti o'quvchi sportchilar oynasida qo'shgan sportchimiz ushbu oynada aks etadi. Ushbu oynadan sportchimizni qo'shib olamiz. Mana qo'shish. Mana yana bitta o sportchimizni qo'shmoqchi bo'lsak, yana buni bosamizda mana qo'shish tugmasi bor. Shu joyda qo'shishni bosib, shu joyda yana o'quvchimizning ma'lumotlarini kiritib qo'shib ketsak bo'ladi. Misol uchun mana adi qidirish tugmasini bosamiz. Ma'lumotlar chiqdi. Profilni saqladik. Mana e'tibor bersangiz, saqlaganimizda xatolik berdi. Saqlashni bossak, shunaqa xato chiqishi mumkin. Ushbu profil raqam avval o'quvchi sifatida tizimga kiritilgan. Ya'ni bu sportchi avval ERP sport bazasida bor, ya'ni qaysi sport maktab yo umumta'lim maktabi klubida avval bo'lgan. Shuning uchun buni qo'sha olmaysiz. Buni nima qilasiz? Buni saqlash shart emas. Shu joyda shuni ismini kopiya qilib olamiz va X tugmasini bosamiz. Shunchaki foydalanuvchi ma'lumotni qidirish tugmasi bor mana bu joydagi. Mana bu qo'shni bosganimizda fishmas JSHirga qo'yib turib, shunday profilni qidirsak, bola chiqib keladi. Ikki nuqtani bosib qo'shib olamiz va saqlaymiz. Saqladik. Endi hujjatni tasdiqlab qo'yamiz. Albatta, guruhga bolani qo'shib bo'lgandan keyin guruhimizni tasdiqlab qo'yishimiz shart. Tasdiqlab qo'yganimizdan so'ng ma'lumotlar haqiqiy hisoblanadi. Demak, bizda muassasa klubi aniq, sport turi aniq, guruh aniq va trener aniq va sportchilar aniq. Barcha ma'lumotlarni qo'shib bo'ldik. Endi keyingi videolarimizda sport tadbirlari axborot tizimidan talaba olimpiya cho'qqilari, ya'ni talaba olimpiya cho'qqilari bo'yicha musobaqalarni yaratib, yaratilgan musobaqaga sportchilarni zaifga qo'shish bo'yicha video qo'llanmani ko'rib o'tamiz.